boshqa narsa uchun ham kerak lekin. Между прочим, siz topgan pullaringizda meni ham haqqim bor. Конечно, haqqing bor. Axir men sen uchun 24 ga 7 bankman-ku. Gap ko'paytirmang, pulni bering, ishga kech qolyapman. Bunisini ham bering. O'zim men bu uyga kelganimdan keyin uyingizga fayz va baraka kirdi. Ishlaringiz rivojlanib ketdi. Meni oyog'im bu uyga qutlug' keldi. Yo'q. Demak men 18 soat ishxonaga borib, kayf qilib o'tirib, pullarimni sipirib olib kelyapman-da, to'g'rimi? Конечно. Endi bu yoqda nima qand yeb kelyapsiz men bilmayman, dadajonisi. Lekin men kelin bo'lib kelganimdan keyin siz boyib ketdingiz. Xotin, sen 100% haqsan. Chunki ilon bor joyda boylik ham bo'ladi. Bor qol xotin. Yaxshi yetib olgin. Do. Shunda hozir bu gaplardan xafa bo'lingmi yo xursand bo'lingmi?